Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Azizler, ushbu suhbatimizda Laylatul Qadr kechasi haqidagi hadislarni o'rganamiz. Laylatul Qadr so'zining lug'aviy ma'nosini biroz tushunib olishimiz o'zimiz uchun ham, hadislarni tushunishimiz uchun ham foydadan xoli bo'lmaydi degan umiddamiz. Laylatul Qadr degani Qadr kechasi degani. Qadr kechasini Qadr so'zida ikki xil ma'no bor. Birinchisi qadri ulug' kecha degani bo'lsa, ikkinchisi taqdir kechasi deyiladi. Laylatul Qadrni qadri ulug' kecha bo'lishi Alloh subhanahu va taolo bu kechani yil davomidagi bir yilda bo'ladigan barcha kechalardan fazilatli, qadri ulug' bir kecha qilib qo'yganidandir. Laylatul Qadr kechasining taqdir kechasi deb atalishi Parvardigori olam xuddi shu kechada o'z maxluqotlarining bir yillik taqdirlarini belgilaydigan kecha bo'lganligidandir. Shu sababdan ham bu kecha ulug'lanadi. Bu kecha to'g'risida Qur'oni Karimda alohida Qadr surasi deb nomlangan bir sura nozil qilingan va bu kecha haqida Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan ko'plab hadisi shariflar vorid bo'lgan. Ana o'sha hadislarda Payg'ambar alayhisolatu vassalomdan bu kechani qadri, qachon ekanligi, qanday bo'lishi kabi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Man qama laylatal qadri imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. Ravahul khamsatu. Nabiy sallallohu alayhi va sallam 5 buyuk imom, Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Abu Dovud, Tirmiziy va Nasailar ulug' sahobiy Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, kim Laylatul Qadr kechasini iymon, e'tiqod, yaxshi niyat bilan va savob umidida bedorlik bilan o'tkazsa, uning o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deydilar. Ya'ni mana shu kechani iymon bilan o'tkazib, savob umidida o'tkazish o'ziga xos bir tartib bilan bo'ladi. Bu yerda ulamolarimiz bayon qilgan holatda Laylatul Qadrni bedor o'tkazmoqchi bo'lgan kishi o'sha kechaning xuftonini va Laylatul Qadr kechasidagi tongi bomdod namozini jamoat bilan o'qimog'i kerak bo'ladi. Ana o'shanda demak kechani to'laligicha bedor o'tkazgan, ibodat bilan o'tkazganlik savobini oladi. Va boshqa holatlarda qiroati Qur'on, nafl namoz o'qish, ilm muzokarasi, zikr, salovat aytish kabi ibodatlar bilan o'tkaziladi. An Nabiy sallallohu alayhi va sallam annahu uriya a'maran nasi qablahu aw ma sha'a Allahu min zalika فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من 1000 شهر. رواه إمام مالك. إمام مالك رواية qilgan hadisda aytiladiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga boshqa
qavmlarni, boshqa dinlardagi odamlarning umrlari ko'rsatildi, o'zlaridan oldingi o'tgan. Ya'ni Alloh nimani xohlasa ko'rsatadigan bo'lsa ko'rsatdi. Bilsalarki, ularni umri uzoq bo'lgan ekan. Shunda Rasul akram alayhissalatu vassalom o'z ummatlarini umri qisqaligini ko'rdilar va shu umr qisqa bo'lganligi uchun, boshqalarning umri uzoq bo'lganligi uchun ummatlarini amali oz bo'lib qolarmikin degan taxminga bordilar, xayolga bordilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo u zotga Laylatul Qadrni berdi. Bu Laylatul Qadr 1000 oydan afzaldir. Ya'ni bir kecha Laylatul Qadr kechasi deb nomlangan kechada mo'min musulmon banda niyat bilan, ixlos bilan ibodat qilsa, boshqa ummatlarni 1000 oy qilgan ummatiga teng savobni olar ekan. Mana shu bilan ummati Muhammadiya savob olish borasida boshqalardan o'zib ketish sharafiga muyassar bo'ldi. Bunga aynan Laylatul Qadr kechasini Alloh subhanahu va taoloning o'zi sababchi qildi. Bu albatta Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning sharofatlaridan, ummatlariga berilgan bir fazilat. 1000 oy degani bu juda katta muddat. Boshqa millatlarning, boshqa dinlarning odamlari umri uzoq bo'lgan bilan ulardan qisqa umrga ega bo'lgan ummati Muhammadiyani Laylatul Qadr sharofatidan topgan fazilatini topa olmas ekanlar. Bu nihoyatda ajoyib bir fazilat hisoblanar ekan. Laylatul Qadr kechasi Ramazonning qaysi bir kechasi ekanligi to'g'risida turli rivoyatlar kelgan. Ulamolarimiz bu rivoyatlarning turlicha bo'lishi odamlarni Ramazon davomida kechalarni ko'proq ibodat bilan o'tkazsinlar, ko'proq savob umrida bo'lib Laylatul Qadrni aqtarsinlar degan ma'noda turlicha kelgan deyishadi. Lekin shu bilan birga ko'pgina demak rivoyatlarni solishtirib ko'rgandan keyin ulamolarning xulosasi Laylatul Qadr kechasi Ramazoni sharifni 27-kechasi ekanligiga demak ittifoq qilishgan. An Zirr ibn Hubaysh radhiyallohu anhu qala: Sa'altu Ubay ibn Ka'b faqultu inna akhaka ibn Mas'ud yaqulu man yaqumil hawla yusib laylatal qadri faqala rahimahullah arada an la yattakila an-nasu ama innahu qad alima annaha fi ramadana wa annaha fil 'ashr al-awakhir wa annaha laylatu 27 ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27 فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع له رواه الخمسة إلا البخاري. Zir ibn Hubaysh aytadilarki, man Ubay ibn Ka'bdan so'rab aytdim. Sizning birodaringiz Ibn Mas'ud aytayaptiki, kim yil bo'yi kechani bedor o'tkazsagina Laylatul Qadrni topadi demoqda. Shunda Ubay ibn Ka'b aytdiki, Alloh uni rahim qilsin. Odamlar suyanib qolmasin shunga deb aytgan bo'lsa kerak. Ammo uni o'zi juda ham yaxshi biladi. Laylatul Qadr Ramazondaligini ham biladi. Laylatul Qadr Ramazonning oxirgi 10 kunligida kechalarida ham ekanligini ham biladi va uning 27-kecha ekanligini ham yaxshi biladi deb turib qasam ichdi-da va inshaalloh demasdan albatta u 27-kechadir deb aytdi. Shunda men buni qanday qilib aytyapsan ey Abu Manzur degan edim. U aytdiki, Rasululloh bizga xabar bergan alomatga suyanib aytyapman. Ana shu kechada quyosh nur sochmasdan chiqadi tong otayotganda dedilar. Sahobalar shunday qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytib bergan alomatdan
Laylatul Qadr kechasini qaysi kecha ekanligi, ya'ni 27-kecha ekanligini bilib ham olgan ekanlar. Alloh taolo o'sha kechani savobini topish, fazilatidan bahramand bo'lishni barchamizga nasib etsin.